What's up guys, sizlar bilan men o'sha Elnochik 2 ga bo'lgani uchun sizlarga alohida rahmat. Bugungi videorolikimizda qilichni juda ham ajoyib bo'lgan sehrlarga sehrlab ko'ramiz. Ha, bu sehrlar shunchalik zo'rki, siz hattoki hayron qolasiz. Biz video davomida mana bunaqa juda ham zo'r qilich yasaymizda. Qilichni ko'rsizlar qanaqa zo'rligini, hamda bizga kerakli narsalarni olish uchun kerak bo'ladigan xona va qilich va bizga kerak bo'ladigan har xil kitoblar. Ili bizga mana bunaqa nakovalniya, ya'ni anvil kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu qilichni mana bunaqa kitoblarga sehrlash uchun. Xo'p, birinchi bo'lib biz har xil kitoblarga bizda daraja yo'qligi uchun sehrlanmayapti. Hozir men jonsiz rejimga o'tib oldim, chunki jonli rejimda o'qib so'raydi. Mayli, biz kitoblarni sehrlashga olg'a. Bizda sharpness bo'lmadi. Bizda sharpness bo'lmadi. Lekin o'rniga bane of artiqa nimadir bo'ldi. Keling shu qilishni sinab ko'ramiz. Ana endi biz mana bu super qilichimizni sinab ko'rsak ham bo'laveradi. Bu juda ham ajoyib qilich. Birinchi bo'lib biz bu qilichni jitildan sinab ko'ramiz. Qani, yo uchirib yubordik-ku osmonlarga. Xo'p, qaranglar. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blok. Yo, bana bobomrod. Ili sizlar jitilda sakrab ursanglar mana 1, ili 2. 2 tutarda o'lib qolar ekan. Qanday tushundinglar? Stop. Bu videoni tayyorlash uchun qancha vaqt ketishini bilasizmi? Nima? Yo'q. Men sizga shuncha qiynalib video tayyorlasam, lekin siz hali ham like bosmadingiz. Bu videoni siz qiziqib ko'ryapsiz, to'g'rimi? Shuning uchun videoga like bosib obuna bo'lish shunchalik qiyin emas-ku do'stim. 3 ga bo'lsangiz sizlarga sirli sovg'am bor. Qo'y bilan ham shu narsani sinab ko'ramiz. Qani. Albatta bitta udarda bo'ladi-da, qo'y jon ekan-ku va bu qilichimizda juda ham zo'rligini inobatga olsak, anchagina yaxshi. Ana endi biz zo'mira sinab ko'ramiz. Hop, 2 ta. 3 ta udarda bo'ldi va bizga naqd 3 ta go'sht berdi, chunki bizning qilichimizda dropda 3 ta qilib beradigan sehr bor. Yana bir marta zo'mira sinab ko'rishga qaror qildim. 2 ta udarda bo'ldi, shunchaki sakramaganim uchun shunaqa narsa. Hozir kimdir qadam ovozini eshitdim. Endi biz mana shu qilishni mana bunday katta arvohdan sinab ko'ramiz. To'g'ri aytganda gaz. Qani u bitta 2 ta udarda bo'ldi. To'xtang, balkonni ham sakrab urish kerak. Nima deysizlar? Sakrab ursa bittada bo'lar ekan, qoyil. Keyingi navbat creeperga. Qani, bu ham uch ketyapti, qoyil, malades. Biz axir bu bizani harom bo'lsa ham juda ham kulgili, yoqimtoy cho'chqa, balkim g'irt bochki cho'chqa va nima 3 ta go'sht berib yubordimi? 2 ta go'sht berib yubordi, qoyil lekin. Xullas, bugungi videolardan iborat edi. Videoga like bosib obuna bo'ling. Albatta sehrlashni o'rganib oldingiz degan umiddaman. Xullas, barchaga xayr, sog' salomat bo'ling. Keyingi videolargacha ko'rishguncha.